Bekzod. Nimadir qilmasam bo'lmaydi. Biznes boshlamoqchiman. Yorilib ketaman bo'lmasa o'rtoq. Nima qilmoqchisan? O'zi qanaqa biznes? Bilasan-ku, oldin furnitura bilan shug'ullanganman. Hozir ham o'ylab turibman. Xitoydan olib kelsammikan, yo o'zim ishlab chiqaraymikan. Oylik to'la, stanovkam bilasan-ku, hozir balon puli bo'ladi. Xitoyga borib o'tirasanmi? Kim bo'lib til bilmasang, o'zimizda shuncha bizneslar bor. Voy, kakras kecha men Instagramda bitta reklama ko'rdim. Podpiska qilib qo'ygan, bitta ko'rgan. Dekor pro. Nima bu? Kakras san teymenda ekan. Dilerlar qidirishayotgan ekan, bitta qiziqib ko'rmaysanmi? O'rtoq, bular bilan ishlash uchun normalniy summa kerak bo'ladi. Katta pul kerak emas. Jo'natib qo'ydim videoni. Bitta ko'roqqa, mana Ne'matilla ham o'zimizning ishlab chiqaruvchilardan olib biznes qiladi. Kam bo'layotgani-yu. Dekor pro nomini chiroyli tanlashgan ekan. Nasibamiz bo'lsa shular bilan ishlaymiz deb xohlasa. Turamizmi? Qani ketdik. Ketdik. Amin.